hech bir ayolda tirnoqqa zo'r qilmasin ekan. Homilador bo'lganim uchun nimalar boshimdan o'tmadi. Yugurib hamma joyga eldim, nimani eshitsam shuni qildim. Lish bu farzandli bo'lay. Men homilador bo'lsam, mendan baxtli ayol bo'lmaydi dedim. Borlig'imni sochdim. Moskva City'dan bitta uyimdan ayrildim. Butun borlig'imdan ayrildim. Bir tiyinga zor bo'ldim. Lekin dunyo begimga erishdim. Allohimga shukr, sekin-sekin hammasi joy-joyiga tushyapti. Homilador bo'lsam, shu testda ikkita chiziq chiqsa, mendan baxtli odam yo'q dunyoda. Men eng baxtli ayolman deb o'yladim. Baloni yebsizlar. Homilador bo'lgandan keyin hammasi boshlandi. Homilador bo'ldim, stressga tushdim. Qachon bo'yimdan tushib qolmasaydi ekan, voy bo'yimdan tushib qolmasaydi ekan. Bilasizlarmi, testni har kuni 2-3 marta, 5 tadan test tekshirdim. Joyda turibdim ekan. O'ziga 22 marotaba bordim. 22 mi yo 26 marotaba qildim o'zini. Dunyo begim tug'ilgancha. Dunyo begim qimillamayapti. Nima bo'lyapti ekan? Qanday bo'lyapti ekan? Bu juda ham qo'rqinchli ekan homilador bo'lish payti. Bilmayman, men uchun juda ham bir stress bo'ldi. Qachon tushib qoladi bo'yimda, xudo saqlasin tushib qolmasin. Xudoyim tushib qolmasin dedimda, 30 haftalikda tug'ib qo'ydim. Unda ham kesirva qilib olishdi. Endi bo'ldi, dunyo begim dunyoga keldi. Hammasi yaxshi, doktordan chiqdik, hammasi zo'r, hayot zo'r dedim. Qachon ko'zi ochilar ekan, dunyo begim qachon ko'rib boshlar ekan, qachon eshitib boshlar ekan, qachon hammasi zo'r. Yuragi teshikmi, yo'qmi? Doktor yuguraverdim. Hammasi joyidan bo'ldi. Hammasi joyida bo'ldi. Endi qachon yurib ketar ekan? Dunyo begim qachon yurib ketsa bo'ldi dedimda, 1 yashari 11 oylikda dunyo begim yurdi. Dunyo begim yurgandan keyin endi nimaga u tushunmayapti? Tushunyaptimi? Nimaga boshqacharoqmi? Ko'p narsa kutdimi bilmayman. Yuragim tushaveradi. Qachon bir tengqurlarga o'xshab turib o'z fikrini menga yetishtiradi. Xo'p, sekin-sekin yetishtirib boshladi. Endi bog'chaga berdim. Bugun bog'chaga berdim. Endi qanday bo'lar ekan? Bog'chadagi bir ikkita bolalar yo'talyotdi. Yo'talib qolmasmikin? Dunyo begim kasallanib qolmasmikin? Ona bo'lish ham juda ham qiyin ekan. Xudoyimga shukr, bu baxt juda ham xursandman. Lekin sizlarga yetishtirib bera olmayman. Bu qanday qo'rqinchli. Qariganda farzandli bo'lish bu juda ham qo'rqinchli. Lekin Xudoyimga shukr berdi. Endi oxiridan quvontirsin. Har daqiqamdan qo'rqaman. Turganimdan qo'rqaman. Shu bolam tinch bo'lsin, tengqurlariga yetsin. Shu tengqurlariga yetkazib, ishonchli o'zini egasiga topshirib, baxtini ko'rib, xursandligini ko'rib, farzandlarini ko'rsam, armonim yo'q edi bu dunyoda. Shu kunlarga yetkazarmikin endi? Uni ham o'yla endi. Hammasi yaxshi bo'ladi, to'g'rimi qizlar? Ona bo'lish bu oson emas ekan. Erkaklarimiz bizdan juda ham ko'p narsani kutadi. Meniki ham juda ham ko'p narsani kutaveradi. Men boladan ortib boshqa odamga arzim yetmayapman, ulgurmayapman. Hatto o'zimga